O'zim shunga oddiy ustaman o'zim. Men hozirgi kunda uyda ishlab chiqarishim bor. Shu o'zimda shu 5-6 ta qizlar bor, qo'ni-qo'shnilar ishlaydi. Shu trikotaj ishlab chiqarishimiz bor. Ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ygansiz. Shunaqa hozircha. Endi Tadbirkor. mana shu murojaat, mana O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Uchko'prik tuman jamiyatiga murojaat qilgansiz. Shu tashkilotga murojaat qilish mumkinligini birortasidan maslahat oldingizmi yoki bir internetda ko'rdingizmi yoki tanishlar maslahat berdimi? Qanday topdingiz bizni tashkilotni? Men shu 10.07 ga chiqqanman. Shu bosh prokuraturaga. Shu tumanda ishim hal bo'lmadi. Shu 10.07 ga chiqdim. Shular orqali ular bilan bog'lanib shuna bo'ldi-da. Xo'p, o'zi asli nima bo'lgan? Shu qisqacha mazmunini aytib bering-chi. Shu suv nazoratchilar borgan. Xonadoningizga? Xonadonga 18-mart kuni borgan. Men cho'tchigimni almashtirgan edim. Meni cho'tchigimda o'sha yorilib ketgancha almashtirganman. Unda o'sha meni suv hisoblangan suv 1.065.000 ekan. 1.065.000 ni o'sha hozir to'laydi, hozir to'lashga sharoitim yo'q dedi. Bo'lmasa 3.300.000 ishtirab yozaman dedi. Ma'qulmagin desam, 1-2 kun o'tib 2 million bersang tinchitib beraman deb shuna dedi. Shu telefonda audio zapislari bor hammasini. Telefonda ovozlari yozilgan. Keyin men o'sha hujjatlarimni to'g'rilab, o'sha nimaga kelib o'sha suvni nimasiga kelib, suv oqavoga kelib, o'sha mijozlar bo'limida to'lovimni qildim. 1.065.000 ekan. 1 million klikdan o'tkazdirib berdim. Ular menga yana telefon qilib, o'sha 2 million pul so'raverdi. Keyin o'sha men shunaqa hujjatlarimni to'g'riladim dedim. Ular meni uyimga borib, o'sha haqoratlab boshqa qildi. O'zlari uchastkavoy chaqirdi. Shunaqa bo'lib, o'sha uchastkavoy bilan nima bo'lib, men ariza qilib berdim haqoratlaganiga. Eydam uni pul so'ragan holatiga ish ko'rilmadi, faqat haqoratlaganiga ish ko'rildi. Keyin men 10.07 ga chiqdim. Prokuratura ko'radi, prokuraturaga borsam, shu mana 3 barobar jarima solibdi dedi. Shu bilan pul so'ragan holati bekilib ketdi. Men 10.07 ga chiqdim shu bilan. Shunaqa bo'ldi holat. Demak, sizga ular menga 10 barobar ishtirab solgizdirib qo'ydi. 26-kuni men kelib hujjatlarimni to'g'rilab ketganman. 27-kuni kelib turib, ular menga 10 barobar ishtirab solgizdirib qo'ydi. Inspeksiyadan odam chaqirib, Farg'ona. o'sha summa qancha bo'lyapti? 4.120.000 so'm ishtirab solgizdirib qo'ydi. Ishtirab solindi. Keyin siz bosh prokuraturaga murojaat qilganingizdan keyin tegishlilik bo'yicha o'sha Uchko'prik tuman jamiyatimiz bu ishga bosh qo'shib aralashgan, ha? Shunaqa bo'ldi. Endi keyin nima bo'ldi yana? Natija bular bilan ish boshladingiz, bular faoliyatingiz nimangizni o'rganishni boshladi murojaatingizni. Faoliyat bularni holatni o'rgandi. Hozir shu mana 10 barobar jarimani mana hozir kamaytirib keldik o'sha ariza berib. Mana 824.000 ga tushirib berdi o'sha 2 baravariga, 10 barobar jarimani. Demak, bular sudga murojaat qilish kerakligini sizga maslahat bo'ldi bu yerda. Tuman jamiyati mutaxassislari sudga murojaat, da'vo ariza tayyorladilaring. Da'vo ariza tayyorlab kiritdilaring. Shunaqa qildik. Sud nimani ko'rib chiqdi, holatni ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, demak, o'sha 4 milliondan so'mdan ortiq jarima noto'g'riligini to'g'risida qaror chiqarib, sizni qo'lingizga mana 800 qancha ming so'm? 824.000 so'm ushbu holatda qo'llash mumkinligi to'g'risida qaror chiqargan. Demak, sizga Uchko'prik tuman jamiyatimiz yordam ko'rsatdi, ha? Siz endi bular faoliyat haqida qanday fikrdasiz? Mana o'zlari yordam berib, men jarimani kamaytirdi. Yordam qilib qarorlar olib keldik. Ishlash kerak ekan, bu tashkilot ishlash kerak ekan. Mana men nima qilishimni yo'l topa olmay turdim, mana yordam berdi. Hozir bo'lmasa men o'sha 4.120.000 ishtirab to'lay turdim-da men. To'lashga rozi yordam qilib mana shuni kamaytirib berdi. Men imkoniyatim yo'q, boshqa shunaqa oilaviy sharoitimda aytdim, kelib menga noqonuniy bo'lganini aytdim. Endi holat yuzasidan endi boshqa nimalar ham shug'ullanyapti shekilli. Yaxshi kerak. Sizga ham rahmat. Bo'lmasa mana bizni tashkilotimiz bilan kelgusida ham hamkorlik
olib borishlaringiz, mana biz doim eshiklarimiz ochiq. Iste'mol sohasiga oid qanaqa murojaatlar bo'lsa, tashkilotlarda haligi taalluqli bo'lmagan tashkilotlar eshigini qoqib, ovora bo'lib yurmanglarda, mana shu masalan ish faoliyatingiz bilan siz doim shug'ullanaverasiz. Ishdan ajralmagan holda bizning xodimlarimiz sizni muammolaringiz bilan, o'sha sizni oilangiz, mahallangizdagi fuqarolarning muammolari bilan biz doim tayyormiz shug'ullanishga. Faqatgina sizlar mana shu bizni iste'molchilik ijtimoiy harakatini qo'llab-quvvatlab, bu sizlarning tashkilotlaringiz. Iste'molchilar federatsiyasi demak aholini tashabbuslari bilan yuzga kelgan. Shuning uchun kelgusida men sizni hamkorlikka chaqiraman. Shu mahallada, mana o'zingiz jamoangizda ham tavsiya qilib, bizning xizmatlardan doim foydalaninglar. Sizlarga doim biz tayyormiz yordam berishga. Rahmat.